Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, xudo xolasa. Toshkentda Sirishniy darvozasini boshladik. Sabab hozir bu yerga Toshkentga darvoza o'rnatdik. Ukajon iltimos va shu trenetichilar qarab turibdi deydilar. Shu darvozani boshladik. Hozir xudo xolasa buni tezda chiqaraveramiz. Bu darvoza pop kelmadi usta bu, kechagimda. Chusti darvozasi bu. Chusti darvozasi ham mana shivellarla boshlandi xudo xolasa mana. Beziloq bo'lyapti. 257 ga 3 ham edi, boshladik. Mana bu darvoza Samarqand viloyatining ikkinchi darvozasi. O'sha Najda bo'lyapti mana. Chang qaram o'qiydi. Najda bo'lyapti bu. Jilolab chiqarib tashlaganmiz fotografiyalarimizni. Mana bu Buxoroning darvozasi. Buxorolik aka darvozamiz ham o'ta kurtosh. Aytadi o'ylaga ustida shunqa bo'lgan, tank bilan kelib ursangiz ham hech narsa bo'lmaydi deydi-ku. Shunaqa darvoza chiqdi. Biznikini ham shanner tomonlar 3 kistenka bo'ldi. 3 tadan pachinli shanner bo'ldi. Xullas darvozaning suvarkasiga bir umrga garantiya. Inshaalloh mana edi Buxoroning darvozasini, Samarqand darvozasini ikkinchi xonasi mana. Mana Najdagini qilyapmiz. Mana bu yana bitta xonasi. Aylantirib video beraman, xudo xolasa. Buni o'zi ikkinchi xonasini ham, ikkinchi darvozamizni ham ko'rsatamiz orqalari. Xudo xolasa sifatli, polni darvoza beziloq holatda. Chustga, Toshkentniki, Buxoro, buni Buxoro, bu Samarqand, o'zimizga, bu Namanganga. Xudo xolasa mana bu yerda ham Andijon Paxtabodda bolasi bu. Bu ham beziloq bo'lgan. Mana bu yerda Samarqand fason darvozalarimiz. Xudo xolasa inshaalloh bilasizlar, Samarqand fason 3 qavatligi, orqasi kichik bo'ladi. Ishonchli darvozalar aytamizlar, videolarni tashlasizlar. Okey, mana zamoni qarag'ana maşallah. Zamoni o'zi ham 2 qir chiqadi pastda. Frida zamok, orqasi bilan zavodga qulplanadi. Eng tozasi bu, bundan tozasi yo'q. Sababi okamlar 70 millionga o'ltganlar. O'shani hisobiga ham darvozalar kattalik hisobiga zamoni yomondan qo'yganman. Mana okalar sifatlarini o'zi ko'rsatib beraman. Mana oldi uzoqdan bitta turishini ko'rsatay mana. Mana yaqinlashtirib olishimiz, glansiy bo'lgan, o'zimiz zarli avtomobilni kraskamizdan sepilgan bo'lsa, yakalarimizgacha avtomobilni shu ustilo shumka bo'lgan, buni imko mana. Ustilo shumka bo'lgan, idealniy holatda bo'lgan Abdulhay darvozalar xizmat etadi. Mana sifatlarini chirtib olasizlar, xudo xolasa. Aqliyatdan odam kelib ish sifatini ko'rib olaveradi. Hatto vibralarning oldilarigacha mana chotki chiqqan. Mana hamkada. Sog' bo'linglar, charchamani Abdulhay darvozalar xizmatinada sifatli darvozada yurgan tanishlarga shu videolarni tashlab qo'yasizlar, sog' bo'linglar. Mana Farg'ona Quvani ham darvozasini lazerini qo'ytirsa bo'ldi. Charchamani.